Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida Xolid Said Jo'rayev nomi bilan ataladigan Ozarbayjonshunoslik markazi ochildi. Ushbu shaxs O'zbekistonda tavallud topgan o'zbek va Ozarbayjon tilshunosi, turkologiya yo'nalishining asoschilaridan biri hisoblanadi. Tadbir doirasida Azir Turan qalamiga mansub Xolid Said Jo'rayev nomli kitob taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Sevinchgul Rahmatova lavhasida. Xolid Said Xo'jayev 1888-yilda Toshkentga yaqin Qo'shqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Taqdirini Ozarbayjonga ilm o'rganish yo'liga boshladi va u yerda yetuk shaxs sifatida shakllandi. Bugungi kunda uning ilmiy merosi o'rganilib, ijodi ulug'lanmoqda. Bu esa O'zbekistonda Ozarbayjonshunoslik markazining tashkil etilishiga zamin yaratdi. Prezidentimizni 2024-yil 19-iyulda jadidlar xotirasini abadiylashtirish, ularning ishlarini o'rganish bo'yicha maxsus qaror chiqqan. Ana shu qaror asosida ish olib borilyapti va universitetimizdagi bu markazning ochilishi shunchaki bir xona bilan cheklanib, buni nomiga qo'yilish bilan cheklanib qolmaydi. Talabalar bilan birga, tadqiqotchilar bilan birga, ustozlar, bu yerdagi katta olimlarni taklif qilib, bu yerda o'sha birgalikda ilmiy tadqiqotlarni olib boriladigan maxsus markazga aylanadi. Said Xo'jayev haqida uni asarlaridan kelib chiqib chiroyli bir filmlar, hujjatli filmlar suratga olishni rejalashtirganmiz. O'zimizni qadriyatlarimiz bo'lgan, o'zimizni olimlarimizni, jadidlarimizni hayotini, asarlarini o'rganish bizni eng hayotiy burchimiz hisoblanadi. Markaz Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida Xolid Said Xo'jayev nomi bilan tantanali ravishda ochildi. Markazning tashkil etilishi O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi ilmiy, madaniy va ta'lim sohalaridagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'ldi. Anjumanda qatnashganimdan juda ham xursandman. Xolid Said Xo'jayev men 3-avlodi bo'laman. Xolid Said Xo'jayevning otalari Saidali Xo'jani 4 ta farzandi bo'lgan. Eng kattasi Xolid Said Xo'jayev bo'lgan, keyingisi Sulton Xo'ja bo'lgan, keyingisi Ahmad Xo'ja bo'lgan va bitta qizlari Risoy bo'lganlar. Meni dadam eng kichkinasi shu Xolid Said Xo'jayevning eng kichkina ukalari bo'lgan. Men shunda bilan 3-avlodi bo'laman. Meni dadam mana shu Xolid Said Xo'jayevni O'zbekistonga tanitish uchun juda ko'p harakatlar qilgan. Biz Ozarbayjonda o'sha Bakija Xajayeva yashab turgan paytda Ozarbayjonga o'sha qarindoshimiznikiga bordi keldi bo'lib turgan. Ulardan barcha hujjatlarni olganlar, O'zbekistonga tanitaman deb. Keyin ular Toshkent til adabiyot institutiga yiqqan hujjatlarni olib borib topshirganlardi. Mazkur markazning ochilishi ikki xalq o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi.